Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tashqi yuk arteriyasi, ya'ni arteriya carotis externa haqida gaplashamiz. Xo'p, arteriya carotis externa bo'linishdan avval kengayma hosil qiladi. Bu kengaymani glomus caroticum, ya'ni uyqu ko'ptukchasi deyiladi. Bu uyqu ko'ptukchasi quyuq kapillyarlar va nervlardan iborat, nerv to'rlaridan iborat bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, mana glomus caroticumni ko'rishimiz mumkin. Glomus caroticumni hosil qiladi, keyin bifurkatsiyani hosil qiladi. Bifurkatio carotidis, ya'ni ikkiga bo'linishni hosil qiladi. Ikkiga bo'linishdan keyin ikkiga bo'linadi, chunki tashqi va ichki uyqu arteriyasiga bo'linishi kerak. Shuning uchun ikkiga bo'linyapti. Bifurkatio carotidis. Bu yerdan keyin dastlab ichki uyqu arteriyasining medial tomonidan o'tadi. Medial tomondan yuqoriga yo'nalib, so'ngra lateral yo'nalib, o'zining tarmoqlarini beradi tashqi uyqu arteriyasi. Dastlab bu medial tomondan keyin lateral tomonga o'tadi. Ichki uyqu arteriyasi ham xuddi shunday. Lateral tomondan dastlab boshlanib, keyin medial tomonga o'z tarmoqlarini beradi. Birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz, tashqi uyqu arteriyasini 3 ta nimasi bor, guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchi oldingi guruhi 3 ta tarmog'i, o'rta guruhda ham 3 ta tarmoq bor, orqa guruhda ham 3 ta tarmoq bor. Jami 9 ta tarmoq bo'lib o'rganamiz. Birinchi nimamiz arteriya carotis externaning oldingi guruh tarmoqlarining birinchisi, dastlabkisi arteriya tiroidia superior. Buni tarmoqlari arteriya tiroidia superior o'z nomidan kelib chiqsangiz bo'ladi. Tiroidius, ya'ni qalqonsimon nimani, tog'ayni o'sha yuqorisini nima bilan, qon bilan ta'minlaydigan arteriya. Bu nimaga qarab ketadi? Bezga qarab ketadi. Qalqonsimon bezga boradi. Qalqonsimon bezga kirgandan keyin ikkita nimani hosil qiladi, tarmoqni hosil qiladi. Ramus anterior, ramus anterior, ramus posterior tarmoqlarini hosil qiladi. Bu bezga kirguncha 4 ta tarmoqni hosil qiladi. Birinchi tarmoq arteriya laringea superior, ya'ni halqumning yuqorigi arteriyasi. Halqumning yuqorida anatomik tuzilmalarni, muskullarini hammasini qon bilan ta'minlaydi. Bu ikkinchi tarmog'imiz arteriya infrahiedius, ya'ni tilosi suyagini ostidagi mushaklar bormi, boshqa anatomik tuzilmalarga tarqalib, ularni qon bilan ta'minlaydi. Uchinchisi ramus sternocleidomastoideus. Bu o'sha sternocleidomastoideus muskuliga boradi va qon bilan ta'minlaydi. To'rtinchi tarmog'imiz ramus cricotiroideus. Cricotiroideus muskuliga boradi, tarmoqlanadi. Endi ikkinchi arteriyamiz, arteriya lingualis, til arteriyasi. Bu tarmoqlari 4 ta tarmog'i bor. Ramus dorsalis lingua, ramus dorsalis lingua, ya'ni tilda dorsal yuzasiga boradi. Arteriya profunda lingua ikkinchi tarmog'i, profunda chuqur, tilning chuqur arteriyasi. Arteriya suprahiedius, ya'ni tilosi suyagining ustidagi arteriya. Arteriya sublingualis, bunday ko'p kitoblarda ramus glandula sublingualis kelishi ham mumkin, chunki bu nimaga, sublingualisdagi bezga boradi. Endi yuz arteriyasi, arteriya facialis. Bularning ham tarmoqlari bor. Yuzga chiqqanda 3 ta tarmoq hosil qiladi. Arteriya labialis inferior dastlab, arteriya labialis superior, undan keyin tarmoqlarni tepaga qarab ketib, arteriya angularisni hosil qiladi, ya'ni burchak arteriyasi. Arteriya angularis o'z navbatida ichki uyqu arteriyasi tarmog'i bo'lgan burunning dorsal arteriyasi bilan anastomoz hosil qiladi. Bu anastomozi tashqi va ichki uyqu arteriyasi anastomozi, ilk anastomozi ham deyiladi. Bu anastomozi klinik ahamiyati shundan iboratki, agar o'sha ko'pincha odamlarda o'sha uchburchak o'sha nimani, shu tarmoqlar tarqalgan joydan nima chiqadi? Husnbuzarlar chiqadi. Bu husnbuzarlarni ko'p odamlar bilmasdan yoki bilmasdan yoki o'sha bilib turib ham siqishadi. Siqqandan keyin
mikroblar, turli xil antigen kirganda, bakteriyalar yoki mikroorganizmlar kirganda zararlab qo'yadi. Shu to'g'ridan to'g'ri shu anastomoz bo'lganligi sababli miyaga berib yuboradi va miyaga borgandan keyin bilamizki, miya insonda o'sha kerakli a'zosidan biri miya bo'ladi. Ko'p o'lim hodisasi yuzaga kelganligi sababli o'lim uchburchagi degan nomni ham olgan. Trigonum morbi. Trigonum morbida shu anastomoz hosil qilyapti. Endi yuz arteriyasiga, ya'ni yuz arteriyasini yuzga chiqishidan avvalgi tarmoqlari 4 ta tarmog'i bor. Birinchisi ramus submandibularis, ya'ni mandibulaning ostidagi, ya'ni pastki jag'ning ostidagi tarmoq ramus submandibularis. Ikkinchisi arteria palatina ascendens, ya'ni o'sha tanglayni ko'tariluvchi arteriyasi. Ramus tanzillaris, ya'ni tanzilla o'sha nimani murtakda nimasi tarmog'i. Arteria submentaris. Tarmoqlari 4 ta tarmog'ini ko'rib chiqdik. Endi arteria carotis externaning o'rta guruh tarmoqlari. Bular ham 3 ta. Aytib o'tganimizdek, birinchisi arteria pharyngeal ascendens, ya'ni halqumni ko'tariluvchi arteriyasi. Buni tarmoqlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi tarmog'i ramus pharyngealis, ikkinchisi ramus muscularis. O'sha yerdagi muskullarga borib, muskullarda nima qiladi? Oziqlantiradi. Uchinchisi arteria tympanica inferior, ya'ni o'sha nog'ora pardalar, shilliq qavatlardagi o'sha shilliq pardalarni bu borib oziqlantiradi. Arteria meningeal posterior, bu qattiq pardaga boruvchi, orqa qattiq pardaga boruvchi arteriya. Bitta rasmlarni ham chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganmiz. Endi ikkinchi nimamiz arteria carotis externaning o'rta guruh tarmoqlarining ikkinchi katta arteriyasi arteria temporalis superficialis, ya'ni chakkani yuzaki arteriyasi. Tarmoqlari 5 ta tarmog'i bor. Birinchisi ramus parotidea, ya'ni quloq oldi bezlariga boruvchi arteriya tarmog'i, ramus parotidea. Endi ikkinchisi arteria transversa fascia. Bu o'sha yuzdagi ko'ndalang arteriya bo'lib, bu yuzda o'sha orbita, ya'ni ko'z kosasi va ko'z kosasining atrofidagi anatomik tuzilmalar, muskullar, mimika muskullariga borib oziqlantiruvchi tarmoq hisoblanadi. Uchinchisi ramus auricularis anterior, ya'ni quloqning oldingi tarmog'i, arteria temporalis media. Bu to'rtinchisi. Endi beshinchisi esa arteria zygomatica orbitalis, ya'ni o'sha yuz va ko'z kosasi arteriyasi. Endi uchinchi tarmog'imiz arteria maxillaris, ya'ni yuqorigi jag' arteriyasi. Joylashishiga ko'ra 3 guruhga bo'lib o'rganiladi. Birinchi guruh pastki jag' tarmoqlari. Pastki jag' tarmoqlari 5 ta yo 4 ta ekan. 4 ta. Bular ko'rib chiqamiz. Ikkinchi guruh chakka osti chuqurchasi tarmoqlari. Bular 6 ta. Uchinchi guruh tarmoqlari esa qanot tanglay chuqurchasi tarmoqlari bo'lib, bular 3 ta. Bularni ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p. Pastki jag' tarmoqlari birinchi guruh bo'lib, bundan birinchisi arteria auricularis profunda, ya'ni quloqning chuqur arteriyasi. Bu o'sha quloqning chuqurdagi anatomik tuzilmalarga borib oziqlantiradi. Ikkinchisi arteria tympanica anterior, ya'ni o'sha tympanica eshituv yo'lidagi oldingi arteriya. Arteria alveolaris inferior. Arteria alveolaris inferior, ya'ni o'sha tishlarda tish katakchalariga boradi. Bu tish katakchalariga borgandan keyin ramus dentalis bo'ladi. Ramus dentalis bu tishlarga borib kirgandan keyin ramus dentalis aylanadi va chiqadi arteria mentalis bo'lib chiqadi. Endi to'rtinchi tarmog'imiz arteria milohiyedea. Milohiyedea muskuliga boradigan arteriya. Endi ikkinchi guruh chakka osti chuqurchasi tarmoqlari 6 ta dedik. Bu o'sha muskullarga bog'liq, muskullarga boradigan tarmoqlar hisoblanadi. Birinchisi arteria mesenterica, ya'ni chaynov muskuliga boradigan arteriya. Arteria mesenterica. Ikkinchisi arteria temporalis anterior. Uchinchisi arteria temporalis posterior. To'rtinchisi arteria pteroidia, ramus pteroidia. Ya'ni o'sha qanotsimon nima? Arteria buccalis bor.
beshinchisi, oltinchisi arteria alveolaris superior posterior. Endi uchinchi guruh tarmoqlari qanot tangnay chuqurchasi tarmoqlari bo'lib, ularga arteria infraorbitalis, arteria palatina descendens va arteria sphenopalatина. Bu Kisselbach arteria sphenopalatина Kisselbach chigalini hosil qilishda qatnashadi. Endi arteria carotis externaning orqa guruh tarmoqlari. Bular ham 3 ta. Uchinchisi istisno tarzda kiritilgan. Birinchisi arteria occipitalis, ya'ni ensa arteriyasi tarmoqlari ramus mastoideus, ramus sternocleidomastoidea, mastoidea, ramus auricularis, ramus descendens, ramus meningeus. Mana bu rasmda ham ko'rsatilgan. Ramus mastoideus, ramus sternocleidomastoideus shunaqa qilib ko'rsatilgan. Ikkinchi tarmog'imiz arteria auricularis posterior. Arteria auricularis posterior tarmoqlari ramus auricularis, ramus occipitalis, arteria stylomastoideus, arteria tympanica posterior, ramus meningeus. Uchinchi nimamiz ramus sternocleidomastoideus.